akkan gün. Kış günlerinin biri Peter ettigende uyg'onib derazeden sirtqa qarasa bütün etraf appak qar bilan qoplanib ketibdi. Vah, kechichi qar yog'ibdi da. Naştadan keyin qishloq kiyimlarini kiyib sirtqa qarab yuguribdi. Ko'chada qarlar egiz dövülünüp ketgachga menish bek tas ekan. Onun putlari qarga petib g'ich qilgan ovoz chiqibdi. U putini sirtqa qartib mengibdi. Yana ichiga qartibmi mengibdi. Voy, traktorining chaqida iz chiqibdi. Ondan o putlarini asta sörüp qarning üstiga ikki uzun siziq sizibdi. U qardan chiqib turgan bir narsani bayqabdi. O bir tayoq ekan. Daraxt shoxlaridan qarni urib tushirishga toza mos keladigan bir tayoq. Qar Peterning beshiga tushibdi. Tak! U ko'nglida avuchun bolalar bilan qar to'pi etishib o'ynasam cho'qim bek peyzi bo'ladi deb o'ylabdi. Biroq u o'zining taxay ularchilik cho'ng bo'lmaganini biladi ekan. Bo'ldi, keyinchi o'ynsin. Şunun bilan u kulimsirab turgan bir qar bova yasabdi. Yana qar kipinek yasabdi. U yana taqa yamashgan qiyofatga kirvilib, bir egiz qar dövsini taqilib yamashibdi. Yana serilib tushib o'ynabdi. O qardan bir uçum, yana bir uçum, ondan keyin yana bir uçum aptı. Bu qarlarni pomlab düp-dügülek çoğunda qar pomziki yasabdı ve ertesi oynash uchun yanchiqqa silibapti. Ondan issiq uyga kirib ketibdi. Apsi onun yo'l paypoqlarini yeshivatganda u bugungi ajoyib ko'ngillik qar o'yinlarini deb beribdi. U yana o'ylabdi, qandoq o'ynaganligini eslabdi. Peter uxlashdan burun yanchiqqa qarab beqibdi ekan. Yanchiqqa quruq turg'udek. Uning qar pomziklari erib ketgan ekan. Uning ko'ngli bek yerim bo'pti. U uxlab o'tib, quyoshning hamma qarlarni eritayotganligini tushunibdi. Lekin uyqusidan uyg'onganda qarlar joyida turgan ekan. Yana texay yangi qar yog'ayotgan ekan. Ashtadan keyin u qo'shni uydagi do'stini chaqiribdi. Ikkilan birga sirtqa chiqib, qalin qarning ichiga qarab minibdi. Ondan kitob tugatdi.